Bismillah. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib kitobxon bola tarbiyalash mumkin mavzusida suhbat qilmoqchiman. Buning uchun sizlarga 10 ta tavsiya tayyorlab qo'yganman. Diqqat bilan eshitsanglar, oxirigacha sizlar uchun amal qiladigan, ishlaydigan foydali tavsiyalar, ko'rsatmalar berib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda albatta o'rnak bo'lishni tavsiya qilaman. O'rnak bo'lish degani lekin shunchaki kitob olib kitob o'qigan holda ko'rining deyishni o'zi emas. Har qanday ishda o'rnak bo'lish u ishni zavq va shavq bilan, ishtiyoq bilan qilishdir. Agar biz kitobni qo'limizga shunchaki olib, ichida balki telefon qo'yib o'tirarmiz yoki televizorga qarab turarmiz, yonimizdagi kishi bilan suhbatlasharmiz. Shu bilan o'rnak bo'lmoqchi bo'lsak, bu o'rnak bo'lish emas. Men yaqinda eshitdim, bir kishi aytayapti. Biz deydi farzand ota-onalarga farzandingizga kitob o'qish bilan o'rnak bo'lish uchun telefon qo'yib o'tirsangiz, mana shunday qilib kitobni oldingizga olib o'tiring deb tavsiya qildik deydi. Men bu tavsiyaga qo'shilmayman. O'rnak bo'lish ishtiyoq bilan qilishdir. Agar siz ixlos bilan, mehr bilan, zavq va shavq bilan, ishtiyoq bilan bir ishni qiladigan bo'lsangiz, bolangiz sizni ko'rib havas qiladi. Men ham shunaqa qilaman deydi. Otam shunday qilyapti, onam shunday qilyapti, men ham shunaqa qilaman deydi. Ikkinchi tavsiya esa yoshligidan bolani kitob bilan do'st qilish kerak. Ya'ni biz ko'proq bolalarimiz kichikligida kitobni yirtadi, chizadi, qayradi kabi sabablarni ko'rsatgan holda ularni kitobdan yiroq qilamiz. Tegma, qo'y, yirtma, chizma deb ularni kitobdan uzoq qilib o'stirib qo'yamiz. Bu noto'g'ri. 1 yoshdir, 1,5 yoshdir, 2 yoshdir, mayli, bolangizga kitob beravering. Yirtsa ham mayli, chizsa ham mayli, g'ijimlasa ham mayli. Muhimi u kitob bilan oshno bo'lib, do'st bo'lib, kitobga mehr qo'yib ulg'ayishi. O'zi aslida 1 yosh, 2 yosh bolalar ham kitobni yirtib yubormaydi. Onda-sonda ba'zida bo'lishi mumkin. Mayli, yirtsa ham mayli. Muhimi u kitob bilan do'st bo'lishi, oshno bo'lishi, kitobga muhabbat qo'yishi. Sekin-sekin rasmlarni tomosha qiladi, keyin o'qib berasiz. Kel bolam, o'qib beraman, eshit. Qarab, mana bu yerda oyoqni rasm bor ekan, bu yerda quyoqni rasm bor ekan, qani bular nima qilibdi deb o'qib bering, bola eshitadigan bo'ladi. Xo'p, uchinchisi esa o'yin orqali kitob o'qish. Bolalarga biz kitob o'qi deb o'zimiz bu jarayonda ishtirok etmasak, ular kitob o'qishni boshlashi, yo'lga qo'yib olishi biroz qiyin bo'lishi mumkin. Bolalarga ta'lim berishning eng yaxshi uslublaridan biri bu o'yin orqali o'rgatishdir. Kitob o'qishda ham bundan foydalanish mumkin. Farzandingizni chaqirasiz, kel, sen bilan bir o'yin o'ynaymiz. Bitta kitobni olasiz. Erta kitob bo'lsin, hikoya bo'lsin, olasiz deb, bolam, bu mana bu ertaga ekan, unda quyon bor ekan, ayiq bor ekan, bo'ri bor ekan va hokazo. Sen qaysi birini bo'lasan? Qaysi biri bo'lasan? Masalan, men quyon bo'laman, masalan, men ot bo'laman va hokazo. Unda yaxshi. Kel, men ayiq gapirgan gaplarni o'qiyman, sen esa bo'ri gapirgan gapni o'qiysan, ot gapirgan gapni o'qiysan, quyon gapirgan gapni o'qiysan va hokazo. O'zi tanlagan qahramonning gapini o'qiydi. Birgalikda shunaqa qilib o'yin o'ylab kitob o'qishni boshlaysizlar. Keyin ular o'zaro o'qiydi, 2 ta, 3 ta farzandingiz birga bo'lib o'qiydi, o'rtoqlar bilan o'qiydi. Shunaqa qilib o'yin bilan kitob o'qishga odatlanish mumkin. Faqat shuni o'zi yetarli bo'lmaydi, lekin bu ham bir vosita. Imkon qadar mana shu kitob o'qish jarayonini ham o'yinga aylantirib yuborsak, bolalarni kitobga oshno qilishimiz juda ham oson kechadi. Keyingi tavsiya esa bolaga yoshligidan kitobga nisbatan ijobiy qarashni shakllantirish. Ya'ni bola bir sho'xlik qilganda, biron bir yomon ish qilganda, bor kitob o'qi deb jazolash emas. Bola bir yaxshi ish qilganda, bolaga bir sovg'a bermoqchi bo'lganingizda kitob bering. Kitob yaxshi narsa ekan. U bolaga yaxshilikni eslatsin. Bo'lmasa, qachon bir shumlik qilib qo'ysa, bir xatoga yo'l qo'ysa, bor kitobingni o'qi deb jazolasangiz, bola kitobga nisbatan negativ, salbiy fikrda bo'lib qoladi. Bir xato qilsa, shumlik qilib qo'ysa, ukasi bilan opasini urishib qo'ysa, endi borib kitob o'qishim kerak deb kitobga nisbatan muhabbati bo'lmaydi. Teskari bo'ladi, yoqtirmaydi. Shuning uchun kitob o'qish hech qachon jazolash vositasi bo'lmasligi kerak. 5-tavsiyamiz esa bolaga nega kitob o'qish kerakligini tushuntirish kerak. Bolani o'zini tilida sodda qilib tushuntirishga harakat qiling. Bolam, kitob o'qish
insonni dunyoqarashini kengaytiradi, fikrlashini oshiradi. Bitta senga masala berilsa yoki bitta jumboq aytilsa, sen o'shani har tomonlama ko'ra olasan. Buni qanday yechim topishiga o'zingni fikring bo'ladi, aqling yetadi. Kitob orqali ilm o'rganasan, ko'plab insonlarning hayotini o'rganasan. Ulardan o'sha falasuflardan, donishmandlardan birlari aytadiki, kitob o'qigan odam bir necha insonlar hayotini yashaydi deydi. Masalan, kitob o'qimagan odam bitta hayot yashaydigan bo'lsa, kitob o'qigan odam minglab insonlar hayotini yashaydi deydi. Mana shu narsani bolaga sodda qilib tushuntirish kerak. Kitob o'qish mana bunaqa yaxshi tomoni bor ekan deb bola kitob o'qishga nisbatan mehri oshsin va nima uchun o'qish kerakligini tushunsin. Biz har bir ishni nima uchun qilish kerakligini tushunsak, ana shunda uni qilishimiz oson bo'ladi. Masalan, men sizlarga mana shu videoni qilishimdan qanday bir manfaat borligini tushunib yetganim uchun atay vaqt ajratib kelib, harakat qilib sizlarga shu videoni qilyapman. Bola ham nima uchun kitob o'qish kerakligini tushunib yetsa, ana unda vaqt ajratib, e'tibor qilib kitob o'qiydi. 6-chi tavsiyamiz esa yoshiga mos bo'lgan kitoblarni tanlash. Ya'ni bolaga rasmli, yozuvlari katta-katta bo'lgan, yoshiga qarab albatta, hajmi ko'p katta bo'lmagan kitoblarni tanlagan ma'qul. Endi bola agar 3-5 yoshda bo'lsa, ko'proq ertak kitoblari o'qib beriladi. Undan katta maktab yoshida 7-8 yosh, 10 yoshgacha bo'lsa, unga bir hikoyalar, kichikroq qissalar bo'lishi mumkin. Undan kattaroq yoshda esa, deylik 10-12 yosh atrofida esa unga sarguzashtlar qiziq bo'ladi ko'proq. Masalan, Olimjonning sarguzashtlari nomli kitob bor, Galaktikada bir kun nomli kitob bor, Sa'dullo Qur'onovning kitobi juda yaxshi kitob, tavsiya qilaman. O'qish kerak, bolalarga o'qib berishimiz kerak. O'zlari o'qisin, juda qiziq sarguzashtlar keltirilgan. 12 yoshdan keyin esa adabiy, badiiy, ilmiy kitoblar o'qishga odatlanishi mumkin. Endi aynan mana shu qolib degani emas, lekin tavsiya shu. Mana shunda shu tartibda bolalarga kitob o'qitilsa osonroq kechadi. Keyin kitob tanlaganda hajm kichikroq bo'lishiga e'tibor qiling. Masalan, bolalar uchun 64 bet, 80 bet, 90 bet, 100 bet shu atrofdagi kitoblar bo'lgani yaxshi. Tezroq tugatadi-da. Qiziqib, bitta kitobni tugatgandan keyin qiziqadi-da, zo'r ekan kitob o'qib tugatsam, yana o'qiyman deb, yana o'qishga kirishadi. Bir marta kitob o'qib tugatib, uni mazasini tatib ko'rgandan keyin yana o'qigisi keladi. Shu bilan birga o'zini qiziqishiga mos bo'lgan kitob tanlash kerak. Masalan, bir bola futbolga qiziqsa, futbol yulduzlarining hayotiga oid kitob bo'lsin, futbol haqida kitob bo'lsin, olib bering. Mayli, futbol haqidagi kitob uning uchun bir ma'naviy ozuqa bermasligi, katta bir bilim o'rgatmasligi mumkin, lekin shu orqali bola kitob o'qishga odatlanadi. Bitta kitobni tugatgandan keyin yana bitta boshqa kitob oladi. Endi bunisi futbol haqida bo'lmasligi mumkin, lekin u bir marta kitobni tugatib ko'rgandan keyin boshqa kitoblarni ham o'qishdan cho'chimaydi. Xo'p, keyin o'sha rangli rasmli deb aytganimizda yozuvlari katta-katta bo'lishiga e'tiborli bo'lish kerak. Yozuvlari juda zid joylashgan bo'lsa, ichida rasmlar bo'lmasa, bolalar uchun zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa 3, 5, 7, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu narsa juda ham zerikarli bo'lib qoladi. 3-5 yoshlarda esa albatta rasmlari yozuvlaridan ko'p bo'lishi kerak. Mana shunaqa kitoblar tanlashga e'tiborli bo'ling. Xo'p, keyingi tavsiya esa 7-tavsiyamiz bo'ladi. Bu bolaga o'zi kitob tanlash imkonini berish kerak. Bu nima degani? Masalan, bola kattalarning kitobini tanlasa nima bo'ladi? O'ziga tanlash imkonini bersak, desak, yo'q, o'ziga tanlash imkonini qanday beramiz? Bu tanlovsiz tanlov asosida bo'ladi. Ya'ni siz bolalar uchun bo'lgan 10 ta kitobni olasizda bolangiz oldiga qo'yasiz. Bolam, mana, ol, xohlaganingni o'qi deysiz. Shu bilan bola go'yoki o'zi tanlagan bo'ladi, lekin aslida qaysini tanlasa ham siz tanlagan kitobni o'qiyotgan bo'ladi. Nima demoqchiman? Bolani cheklab qo'ying, o'zingiz boshqaring demoqchi emasman. Faqat hali bola kichkina vaqtda xato qilishi mumkin. Kattalar uchun bo'lgan kitoblarni o'qib qo'yishi mumkin. Uning ichida yoshiga mos bo'lgan mavzular bo'lishi mumkin yoki zerikarli bo'lishi mumkin. Mayli borsin, biznes haqidagi kitob o'qir, zerikarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingiz tavsiya ma'nosida bir 10 ta kitobni tanlab, bolam mana xohlaganingni olib o'qi ichidan desangiz yaxshi bo'ladi. Hop, keyin undan tashqari ba'zi bir badiiy kitoblarda, kattalar uchun bo'lgan kitoblarda ichida ko'p oilaviy munosabatlarga doir mavzular bor. Uni bolalarimiz kichikligida o'qib, ularning ko'zlari erta ochilishiga sabab bo'lib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun bolangiz bilan albatta kitobni birga tanlashga harakat qiling. Bitta kitobni birgalikda tanlanglar.
keyingisi men bilan maslahatda birga tanlaylik deb yana eslatib qo'ying. O'zicha xohlagan kitobni olib o'qimasin. Xo'p, 8-chi bolangiz kitobxon bo'lishi uchun tavsiya: muhokama qiling. Bolangiz bilan u o'qigan kitoblarni muhokama qiling. Bu nega bunday qildi? Kitob nima haqida ekan? Maqsadi nima? O'zi kitobdan oladigan maqsad nima? Muallif nima demoqchi? Nega bu yerda bu qahramon bunaqa ish qildi? Mana bunday qilsa bo'lmasmidi degan ma'noda farzandingiz bilan kitobni muhokama qiling. Bu juda qiziqarli bo'ladi va bola yana kitob o'qishiga turtki bo'ladi. 9-inchisi esa kitob o'qish uchun yaxshi bir sharoit, chiroyli bir muhit hozirlash. Hop, bu kitob javoni bo'lishi mumkin. Chiroyli o'zi kitob qo'yadigan, kitob o'qish uchun mos bir kitob qo'yadigan narsalar bo'ladi, lavh bo'ladimi yoki boshqa hozirgi chiqib ketgan zamonaviy turlari bor. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Keyin kitoblarni ichiga qo'yadigan xat-cho'p va hokazo. Kitob o'qiganda tagiga chizadigan nimalar bor, maxsus yozadigan ruchka deydimi, flomaster deydimi, shunaqa narsalar bor. O'shalardan foydalansin. Markerlar. Mana shu kitob o'qishga undaydigan qiziqarli narsalar o'ziga hozirlab berish kerak. Kutubxonalarga olib borish kerak, kitob do'konlariga olib borish kerak. Shu bilan kitobga bo'lgan muhabbati oshib boradi. 10-tavsiya: xo'p, kitobxon do'stlar orttirishiga bir yordamlashasiz. Biz o'zimiz yaxshi ko'rgan kishilar bilan, o'zimizga mos bo'lgan kishilar bilan, fikrlari, dunyoqarashlari o'zimizga yaqin bo'lgan kishilar bilan do'st ulfat bo'lamiz, ayollar dugona bo'ladi. Nima uchun farzandlarimizni ham mana o'zlariga mos bo'lgan, o'zlari maqsadlari, qiziqishlari bir-biriga yaqin bo'lgan bolalar bilan do'stlashtirib qo'ymasligimiz kerak. Masalan, o'rtog'ingiz farzandi bilan do'stlashtirib qo'ying. U kitobxon bo'lsa, ilm o'qiydigan, ilm o'rganadigan bola bo'lsa yanada yaxshi. Bir-biringizga mehmonga boring, kitob javonni ko'rsatsin, kitoblarni ko'rsatsin, o'qigan kitoblari haqida birgalashib muhokama qilishsin. Bu ham bolani kitob o'qishga bo'lgan rag'batini, kitobxonlikka bo'lgan intilishini oshiradi. Xo'p, o'zi 10 ta tavsiya bermoqchi edim. 11-tavsiyam kelib qoldi. 11-tavsiya esa kitob o'qigani uchun rag'batlantirish, mukofot berish. Bu narsa doimiy bo'lmasligi kerak. Ya'ni faqat shunga suyanib qolmasligi kerak. Bolaga aytib turasiz, mukofot berasiz, kerak bo'lsa pul berasiz o'qigani uchun. Lekin vaqti bilan bolam kitob o'qishdan maqsading faqat pul bo'lib qolmasin. Asosiy maqsad bu nega kitob o'qish kerakligini tushuntirdik, o'sha narsa bo'lsin. Ana shu ilm o'rganish, dunyoqarash kengaytirish, fikrlash qobiliyatini oshirish, zehnni oshirish va hokazo. Mana shu maqsadlar shu bo'lsin. Bu shunchaki qo'shimcha senga rag'batlantirish ma'nosida. Deylik, boshlanishiga bitta kitob o'qiganiga 10 ming so'm beradigan bo'lsangiz, keyinchalik sal kitobxon bo'lib, sekin-sekin ko'paytirgandan keyin, ko'proq kitob o'qiyotgan bo'lgandan keyin ikkita kitob o'qiganiga berasiz. Keyin esa 3 ta, 4 taga, keyin endi kitobingni o'qiyver. Men seni mana shu kitobxon bo'lishing uchun bu narsani qilgan edim deb tushuntirib qo'yiladi. Shu bilan birga puldan tashqari bir mukofot, boshqa narsa, masalan, mana kitobni o'qib tugatsang, parkka boramiz yoki safarga olib chiqaman, buvinikiga borib kelamiz, boshqa shaharga boramiz va hokazo, shahar tashqarisiga olib chiqaman degan rag'batlantirish vositalari ham bo'lishi mumkin. Hop, shu o'rinda aytib o'tib ketaman. Bu videoni men reklama uchun qilmadim, lekin o'rni kelganda aytyapman. Biz bolalar bilan Telegramda yopiq kanalda birgalashib kitob o'qiyapmiz. Boya aytdim-ku, o'sha kitobxon bolalar bilan do'stlashtiring dedim. Agar kimda shunday istak bo'ladigan bo'lsa, men video ostida birinchi izohda havola qoldiraman. Mana shu yopiq kanalimizga qo'shilib, birgalashib biz bilan kitob o'qishingiz mumkin. Bunda men o'zim ayni bolalarning yoshiga mos bo'lgan, ko'pchilik bolalarning yoshidan kelib chiqqan holda ayni bolalarning yoshiga mos bo'lgan kitobni tanlab, ular bilan birgalikda o'qiyman. Kerakli joylarda izoh beraman. Bolalar mana bu joyda bunaqa deyilgan ekan. Buni bunday tushunish kerak. Mana bu narsa noto'g'ri ekan yoki. Keyin biz kitobni har kun kitobdan iqtiboslar berib boriladi. Kitob tugagandan keyin ovozli chatda kitobni muhokama qilamiz, savol-javoblar qilamiz va o'sha bolalarni rag'batlantirish uchun elektron sertifikatlar beramiz. Faol ishtiroki uchun, g'oliblar uchun, shu bilan birga qo'shimcha o'sha bolalarga qiziq bo'lgan bir kitoblar, boshqa mukofotlar ham berishni yo'lga qo'yamiz.
Marhamat, agar kimga qiziq bo'lsa, qo'shilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatib boring. Xudo xohlasa, farzand tarbiyasiga doir oilaviy mavzularda foydali videolar berib borishga harakat qilamiz. Do'stlaringizni ham taklif qilsanglar xursand bo'lamiz.